Quyidagi 5 tavsiya farzandlaringizni o'z vaqtida va ertaroq uxlashi uchun albatta yordam beradi. Birinchi tavsiya: kun tartibini belgilang va unga rioya qiling. Bolalar ma'lum bir uyqu va uyg'oqlik rejimlarida yaxshiroq uxlashadi. Doimiy uyqu va uyg'onish vaqtini saqlang. Ikkinchi tavsiya: soat 18:00 dan keyin shovqinli o'yinlar o'ynamang. Gadjetlarni va televizorni yoqmang. Ularning o'rniga sayrga olib chiqish, iliq vanna, yengil massaj, kitob o'qib berish uning tinchlanishi uchun yordam beradi. Uchinchi tavsiya va bu eng muhimi: to'g'ri muhit yarating. Xona sokin, qorong'u va salqin bo'lsin. Xonadagi tungi chiroq ham yorqin bo'lmasligi kerak. To'rtinchi tavsiya: sevimli o'yinchog'ini birga olib yotish uchun ruxsat bering. Beshinchi tavsiya: sabrli bo'ling. Bolalar ba'zidan jiq bo'lib, uzoq vaqt uxlay olishmaydi. Xotirjam bo'ling, odatdan chetga chiqmang. Esingizda bo'lsin, har bir bolaning uyquga bo'lgan ehtiyoji turli xildir. Ha aytgancha, bizga obuna bo'ling va kuzatishda davom eting. Foydali ma'lumotlar hali oldinda.